mehmonimiz, to'g'rirog'i hamkasbimizga aylanib ketgan mehmonimiz Yulduzxon Masharipova, tibbiyot fanlari nomzodi bizga qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim qildilar sog'lom turmush tarzi borasida. Assalomu alaykum Yulduz opa, dasturimizga xush ko'rdik. Xushvaqt bo'linglar, rahmat kattakon. Har safar taklif qilganlaringizda bir hayajonlanib, bir mavzularga tayyorgarlik qilib, o'zimda o'tkazib, amaliy mashg'ulot keyin kelaman. Endi mana ertalab hozir sog'lom turmush haqida gapiryapmiz. Mashg'ulot qilib kelganlar ko'rinyapti. Yulduz Masharipovani tongi qanday boshlandi? Keling shu haqidagi fikrlarni bir eshitsak. Endi har kun ertalab, har kungi tongimiz shunaqa boshlanadi, chunki organizmni, ya'ni tana a'zolarini uyg'otmasdan turib, ish qilib yoki ish faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri bora olmaymiz. Chunki uyg'oq bo'lmasa, kayfiyat bo'lmasa, odam o'zini og'ir, lanj his qiladi deb o'ylayman. Mani ertalabki har doimgi badan tarbiyam, ertalab soat 6 da turaman. Mana gigiyenik holatlarga e'tibor qilgan holatdan keyin 200 mg suv ichaman. Iliq holatida yoki mana havo issiq paytida xona harorati, uy haroratida ichsa bo'ladi va yarim soatdan keyin badan tarbiya qilishga chiqaman. Toza havoda. Bilasiz, mana issiq havo boshlangandan keyin soat 8 gacha qilish kerak. O'sha payt mana havodagi vitamin D deymiz, to'g'rimi? Toza havo va mana daraxtlarning chang bo'lmasligi, ulardan chiqadigan fitonsitlarni, efir moylarini his qilgan, nafas olgan holatda mashqlarni bajarishda davom qilaman har doim. Va albatta eng foydali vaqt tong. Kechqurunchi. Kechqurun mana kechki ovqatdan keyin bilasiz, sog'lom turmush tarzi degan anaqamiz bor, ish yorimiz bor. Hamma shunga amal qilsa yaxshi bo'lardi. Bilasiz, mana kechki ovqat yoz payti 7 lar deb belgilangan Sog'liqni saqlash vazirligi bo'yicha. O'sha ovqatlangandan keyin 1 soat dam olgandan keyin kechki yurishga, ya'ni 10 ming qadam yoki 15 ming qadam bajarishni oilaviy ravishda bajarib kelamiz. Endi mana 10 ming qadam haqida gapiryapsiz. Shaxsan mening o'zimning tajribamdan o'tgan 10 ming qadam yurish. Ortiqcha vazndan xalos bo'lishda ham mana shu 10 ming qadamning foydasini o'zim sinab ko'rganman va natija yaxshi bo'lgan, ko'ngildagidek bo'lgan. Keling shu 10 ming qadamga bir e'tibor qaratsak. Ertalab yurdik deymiz, kechqurun yurdik deymiz. Och payti yurgan ko'proq foydalimi yoki to'q qoringa yurgan ko'proq foydalimi? To'g'ri savol berdingiz. Mana ko'p menga murojaat qilishadi o'sha savol bo'yicha. Birinchi mana kun tartibini rostlab olish kerak, ya'ni rejali ravishda bajarish kerak. Mana hozir statistik ma'lumotlarga qaraganda, uy sharoitida ish qiladigan bor, o'zini kasbiga qarab bu narsa taqsimlanadi. Misol uchun bir odamlar kechqurun ishlashadi, birlar ertalab va hokazo. Shunga qarab rejali ravishda tartib qilinadi. Ertalab mana uyg'ongandan keyin organizmga iloji bo'lsa suv muolajasidan boshlash kerak. Ya'ni suv muolajasi deganda tozalanish, nahotki ichki tozalanish va tashqidan organizm uyg'otish uchun dush qabul qilish kerak ertalab. Bu degani iliq emas, xona haroratidagi suv bo'lishi kerak. O'shandan keyin organizm uyg'onib, tetiklashib, teri nafas olishi, nafas a'zolari va yurak qon tomir a'zolarigacha uyg'onishi mumkin. O'shandan keyin mana bir sutkani inobatga olsangiz, o'zi mana uy ichida harakatlanish, ish joyida o'tirgan holda harakatlanish 5 kilometrni tashkil qiladi. Hisoblab chiqsangiz, mana uyda yurish, oshxonaga borish va hokazo. Har kunga anaqa yurishingiz. Undan tashqari qiladigan ishimiz mana 10 ming yoki 15 qadam albatta bo'lishi kerak. Maslahatim mana ertalab soat 6 dan 8 gacha shug'ullanish kerak va kechqurun ovqatdan keyin, ya'ni uyqudan 3 soat oldin shug'ullanish kerak. O'shanda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Hazm jarayoniga, metabolizm jarayoniga va mana bilasiz, psixik emotsional holatimiz ham bor. Miya charchashi, horg'inlik, uyqusizlik degan joylarimiz bor. O'shanga ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. 10 ming qadam yurish deyapmiz. Mana Jahongir, siz o'zingizda sanab ko'rganmisiz mana shu 10 ming qadam yurishni? Yoki tasvirga olish ishlarida yurdim, shu kifoya deysizda endi. Endi ko'pincha shunday bo'ladi, chunki juda ham kech ishdan boradigan insonlar bor. Masalan, charchab, siz aytyapsiz 7 da ovqatlanishga aytib, kezi kelganda ko'pchilik 10 da 11 da kech ishlaydi deyapsiz. Mana shunday holatlar bor. Charchab borgandan keyin zo'rg'a ovqatlanadi, uxlab qoladi. Bu qanchalik to'g'ri, qanchalik foydali, qanchalik zararli? Mana shu holatlar. To'g'ri. Endi sizni ish faoliyatingiz menda ham shunaqa bo'ladi. Bilasiz, mana tibbiyot xodimlari 24 soat yoki 12 soat, 8 soatdan ana dejurstvalarga tushishadi, to'g'rimi? Bu navbatchilikdan tashqari tibbiyot xodimlari dam olish haqqi yo'q.
Yo'q, umuman haqqi yo'q. Mana bilasiz, umrimiz oxirigacha o'qishga mas'ulmiz, izlanishga mas'ulmiz, chunki odam sog'ligi hamma narsadan ustundir. Sog'lik bo'lmasa hech nima qilib bo'lmaydi, ishiga ham bora olmaydi, bola chaqasiga ham qara olmaydi, to'g'rimi? O'shaning uchun mana hozir kechki kun tartibidagi ishlayotgan xodimlarga yoki odamlarga tavsiya qilardim, mana uyqu jarayonini to'liq tutish kerak. Och qolsa ham mayli. Demak, mana shu ozish jarayonida ham uyquning sifati juda ham muhim. Juda muhim bo'lishi kerak, chunki bilasiz, mana bosh miyamiz bor, markaziy miyamiz dam olmasa, uyqu markazida dam olmasa, har xil metabolik jarayonlar buzilishiga, semizliklarga, mana aytganingizdek, charchoqlik, uyqusizlik, jahldorlik kabi simptom belgilarigacha olib kelishi mumkin. Mana kechqurun agar ish faoliyati 10-12 joyga borsa yoki soatiga borsa, ovqatlanish jarayoni yengil bo'lishi kerak. Misol uchun, mana soat 10 da kelgan bo'lsa, yengil narsalar, sutli mahsulotlar, qatiq, tvorog va salatlardan iste'mol qilsa yaxshi bo'lardi. Yog'li ovqat emas, yog'siz ovqat tavsiya qilardim. Misol uchun, mana bir likopcha ovqat yemoqchi bo'lsa, normada kechqurunga to'g'ri kelsa, yarmini yeyishni tavsiya qilardim. Va yeb bo'lgandan keyin albatta 1 soat jarayonida yurish yoki musiqa eshitish yoki o'ynash musiqaga, o'shanaqa narsalar bilan olib borsa, mana hazm jarayoniga ham yaxshi, uyqu faoliyatiga ham yaxshi va odam dam olib sog'lom bo'lish ehtimoli kuchliroq. Mahilaxon, sizga yuzlansak, mana shu sog'lom turmush tarziga qay darajada amal qilasiz? Yugurasiz yoki yurasizmi? Yoki sport zallarida faol shug'ullanasizmi? To'g'risini vaqt bormi degan savolni ham beraylik. Imkon darajasida harakat etaman, lekin ertalab turib, universitetni bu yil bitkazdim. Endi xudo xolasa ishga tushsam, lekin o'zi o'qishimizni o'zi bizlar jismoniy tarbiya bo'lgan. Chunki soat 8 da turamiz, san'atkor xalqi dim o'quvchi bo'ladi. Keyin 9 ga yetib borish uchun yuguramiz. 9 ga yetib borish uchun o'zi yuguramiz. Choy, pay, boshqa narsalar imkoniyati yo'q. O'zi yugurib, o'qishni o'qib, obed bo'ladi, ana keyin obeddan keyin repetitor, ish, ana keyin xizmat bo'ladi. Asta-sekin masalan el-yurtning xizmatlarini yuribmiz. Lekin mana sog'lom turmush tarzi haqida ta'kidlayapmiz. Bu jarayonni mana mutaxassisimiz ham aytishi mumkin, to'g'ri deb hisoblab bo'lmaydi. Bugungi kunda semizlik va ortiqcha vazn global mavzuga aylangan desak ham bo'ladi. To'g'rimi Yulduz opa? Sport bilan shug'ullanish tavsiya etiladi mana shu jarayonda, lekin sport bilan barcha insonlarimiz ham birdek shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lmasliklari mumkin. Yoshi, jismoniy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda. Vaqti degan masala. Lekin 10 000 qadam tushunchasi mana shu haqiqatlardan bizni biroz yiroq qiladi. Chunki 10 000 qadam bilan barcha birdek shug'ullanishi mumkin. Bunda biz yurak qon tomir kasalliklaridan ham xalos bo'lishimiz mumkin. Yulduz opa, 10 000 qadamning yana qanday bir foydali jihatlari bor? Yulduzxon deganda mehmonimiz tavsiya beradi deymi? Ikkita Yulduzxon ham tavsiya beryapti. Chunki mana tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib deydi. Juda ko'p ma'lumotlarga e'tibor qaratamiz, chunki internetda, ijtimoiy tarmoqlarda ortiqcha vazn, sog'lom turmush tarzi haqida juda ham ko'p ma'lumotlar, yangiliklar bor. Hammasidan necha kilo ozgansiz, to'g'risini ayting. Mana shu mashqlarni bajargansiz, bilamiz. To'g'risi, faqat 10 000 qadamning o'zi va to'g'ri taomlanish bilan 28 kilogramm ortiqcha vazndan xalos bo'lganman. Ana, haqiqiy isboti mana hamkasbimizda. Mahorat, irodani tashkil qiladi bu. Endi qolgan tavsiyalar sizdan. To'g'ri. Mana hozir Yulduzxon aytib o'tdilar, bu gaplarga qo'shilaman. Haqiqatdan ham mana boshida o'tkazgan odam tushunadi bu holatni. Aytib o'tdingiz, tepada mana imkoniyat chegaralangan odamlar bor, sog'lom turmushda va hokazo. Bularga mana jismoniy yuklamani o'ylangan holatda, o'zini imkoniyatidan kelib chiqqan holatda bajarish kerak va tavsiya qilish kerak. Mana yosh jihatidan bo'lib chiqsa, katta yoshimiz bor, navqiron yoshlarimiz bor, to'g'rimi? O'rta yosh va hokazo yoshlar bo'lib chiqsak, o'shalardan kelib chiqqan holda jismoniy yuklamani tavsiya qilish kerak. Misol uchun mana kasalliklari bo'ladi, qo'zish davri, remissiya davri va hokazo. O'shalarni qat'iy rioya qilgan holatda bajarish kerak. Mana aytib o'tdingiz, yurak qon tomir kasalliklarimiz bor, to'g'rimi? Bu hozir hamma kasalliklarimiz yasharib bormoqda, bilyapsiz. Ko'ryapsizlar, mana 25 yoshdan uchrayapti, 35, 40 va hokazo. Ya'ni bu kasalliklarning sababi hammasi noto'g'ri ovqatlanish, harakat noto'g'ri qilish yoki kun tartibini noto'g'ri olib borish natijasida asorat sifatida kelyapti hammasi. O'shaning uchun bu kasalliklarni oldini olgan holatda mana jismoniy yuklamaga chegaralangan holatlarda yurishni tavsiya qilardim. Yurish holati oddiy yurish bilan nima deydi, sportchi yurishning farqi bor.
mana u xalqimizga oddiy yurishni tavsiya qilardim. Bilasiz, mana mobilniy telefonlarimiz hammasi o'shanga qarab harakatlanib, o'lchov birligi, ya'ni hisob kitob qilgan holatda tavsiya qilardim. Mana chegaralangan yurak qon tomir kasalliklarimizda birdaniga 10 000 qadam emas, 1000 qadam, har kuni 200-300 qadamdan qo'shib borish tavsiya qilardim. O'zi mana tibbiy tomondan olib qarasak, yurak qon tomir kasalliklarida xuruj davri yoki kasallik davrida chegaralanadi. Jismoniy faoliyat, bilasiz. O'sha kasallikdan kelib chiqqan holda buni vazifasi atrofdagi qon tomir, ya'ni kollateral deymiz, yordamchi qon tomirlarni uyg'otish, ya'ni qon aylanishini yaxshilash. O'choqda bloklangan bo'lsa, o'sha atrofdagi qon tomirni majburlagan, ishlatgan holatda biz jismoniy yuklamani tavsiya qilamiz. Farqi shunda. O'shandan keyin asta-sekinlik bilan qo'shilib mana bizadek darajasiga erishishi mumkin. Asta-sekinlik bilan. Bitta efirda ko'rganman, jonli efirda bitta mutaxassis, ya'ni 60 dan oshgan otaxon insult bo'lgan va do'sti professor bo'lgan, mana shu shifokor. Nima tavsiya berasan desa, yugur degan. Meni o'ldirmoqchimisan? Dedim dedi do'stimga, dedi. Yo'q dedi, birdaniga emas, sekin-sekin oldin yurgizgan. Hozir ko'rsangiz o'sha otaxon insult o'tkazgan otaxon 70 ga yaqinlab qolgan, tosh ko'taryapti. Sport bilan og'ir sport bilan ham shug'ullanyapti. Asta-asta lekin do'stini nazorati ostida va o'sha insultni ham, yurak kasalligini ham yengib o'tganda. Lekin shu o'rinda bitta ma'lumot, yugurishdan ko'ra yurish foydali deyishadi. Foydaliroq. Chunki har kim ham to'g'ri yoki noto'g'ri bu faoliyatni olib borsa, mana hozir siz aytib o'tgan asoratlarga olib kelishi mumkin. Yana bir narsani aytib o'taman. Albatta nazorat ostida bo'lishi kerak. Ayniqsa mana kasalliklar o'tkazgan yoshi kattaroq odamlarda juda nazorat qat'iy bo'lishi kerak. O'shaning uchun mana hozir aytib o'tdingiz, yurish, yugurish farqi nimada deb aytdingiz. Mana ko'proq aholini iltimos deysizmi, chorlash deysizmi, bir aktiv tavsiyalar sifatidami yurish imkoniyati agar bo'lsa, mana daraxtlar ostida yurish tavsiya qilaman va suv bo'yinida yurish tavsiya qilaman. Chunki mana ko'zimiz birinchi refleks, ko'z miyaga buyruq beradi. Ko'rib turibsan, o'sha joyda yurish kerak, yugurish kerak degan joyni buyruqni miya beradi. Miya berish uchun sharoit yaxshi bo'lishi kerak. Ko'radigan narsa, yoqimli manzara yoki suhbatdoshi o'ziga yarasha, to'g'rimi? Tengdoshimi, o'ziga yoqadigan odam bilanmi yoki o'zi mustaqil shug'ullanganda emotsional holat yuqoriroq bo'lsa, mana jismoniy faoliyat ikkinchi darajali deb o'ylayman. Hamma narsa irodaga va harakatga bog'liq. Endi suhbatimizni yakunlashimiz kerak, chunki dasturimizga ajratilgan vaqtimiz nihoyasiga yetib qoldi va hali suhbatimizni davom qildirmoqchi edik. Qiziqarli ma'lumotlar bo'lyapti. Ma'lumotlar olgimiz kelyapti, lekin vaqtimiz chegaralangan. Biz mavzuni yana davom ettiramiz albatta keyingi dasturlarimizda.